Eng qizig'i bu obmanka. Faskalarimizni qaranglar, yarim tayyor mahsulotlarimiz Toshkentga tayyorlangan, ko'rishingiz mumkin. Juda ham go'zal holatda. Hozir yuzaqisini chang ko'ryapsizlarmi? Changga mana bunisini ham tayyorlab qo'yishdi. Yuzaqisi chang bo'lyapti. Men sizlarga hozir yigitlarimizni mehnatlarini, mehrlarini ko'rsataman. Qarab, mana qaranglar, yuzaq qismi bilan bir xil akalar. Mana buni qaranglar, mana qo'lim bilan artyapman, yuzasi chang. Buni yuvmadim atalar, boricha ko'rsatyapman, ko'rishingiz mumkin. Mana bu tarafi beti, polirovka tarafi. Ko'rishingiz mumkin. Yigitlarimiz shu ishxonamiz o'zida hech qanaqangi stanoksiz oddiy bolgarkada ruchnoy mana shunaqa qilib yaltiratishyapti. Buni faskasini, sifatini hozir ko'rsatib beraman, qancha turishini ham ko'rsatib beraman. Mana bu esa Angola bilakdagi ko'rishingiz mumkin, qop-qora bo'lyapti va buni ustida hech qanaqangi ximikat yoki propitka yo'q. Ko'rishingiz mumkin, yuzasi bilan bir xil endi chang, e'tibor bermaysizlar chunki Toshkentga zagotovka tayyorlayapmiz. Hozir buni artib tozalagan vaqtimiz ham yo'q. Realniy mana shu jarayonni o'zidan ko'rishingiz mumkin. Hozir buni qanday turishini ham ko'rsatib beraman. Ko'rishingiz mumkin, gapimiz isboti sifatida beti artilgan holati, bag'i chang, eng qizig'i bu obmanka. Ko'rishingiz mumkin, muzaffar mehr berishibdi. Bu taraf esa zavodskiy polirovkasi. Sifatli xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Aynan shu hashamat sokolimizni mana shu yerga yig'ib qo'yganimizga salkam 1 oydan keyin 1 yil bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, mana gidrofobi bor va ag'ida hech qanaqangi ximikat yo'q. Aynan shu sokolimizdagi detallarni mana shu yerda ishxonamizda qo'lda bolgarkada hech qanaqangi stanoksiz chiqarishgan va endi polirovkasiga e'tibor berasizlar. Ko'rishingiz mumkin, endi bu tarafi qo'l bo'lyapti, bu tarafida gidrofob bor. Gidrofob hech qanaqangi rangiga ta'sir qilmaydi yoki yaltiratib qo'ymaydi. E'tibor berasizlar, mana ideal holatda turibdi. Men suvda nima olyapman? Sababi mana gidrofob bor. Misol uchun bir odam kelib qaraganda gidrofob hech qanaqangi rangini o'zgartirmasligi uchun dalolat sifatida qo'yibman. Endi bu tarafi yomg'irda baribir yaltirab turibdi ekan. Yomg'ir emas payti ham mana. Misol uchun mana bu tarafi ham ideal turibdi, xudo xolasa. Buni quruq paytida ham bitta video olib qo'yib beraman va qo'yilgan videolarimiz orasida ham buni aynan mana shu chaqlangan detallar quruq holatda ham videosi bor, kirib ko'rishingiz mumkin. Agarda siz ham sokolingizga qoppog'i uchun mana shunaqangi chaqlarimiz, faskalik xizmatlarimiz kerak bo'lsa, sifatli albatta bemalol aloqaga chiqarasizlar. Eslatma o'rnida yomg'ir bo'lmagan holatda ham mana shu faskalarimiz ideal holatda turadi. Bemalol kelib kunduz kuni ko'rib olishingiz ham mumkin. Bizda hamma videolar boricha. Bizning sahifamizni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta bizga obuna bo'ling.